ustoz Naboda bitta niyatingiz amalga oshsa nimani so'rardingiz? Men shuni xohlardimki, butun dunyodagi hamma mashinalar bizning ustaxona oldida bizarib qolsa. Ana, O'zingiz isqirtsiz bir niyatli ham ifloschi. Ustoz, qarang, $1000 dakan oldim. $1000? buni yaxshi urishadimi? Voy, zo'r urishadi. Demak, go'shtni ko'p qaynatish kerak ekan. Mashina titrayapti, ko'rverlaring. Sizdan 500 ming hidi kelyapti. Nima deganing bu? Ay, haqi 500 ming bo'ladi, tekinga qilmayman. Ha, bu tiqibirlaring faqat titlashamalaring mashinani. Mana qara, filtr yopib qo'ygingda, svichani tozalab, mashina egasiga berib olaring. Xizmat haqqi olib o'tirmanglar. 500 ming pulini olmaymi? Qora yaxshilab qilib turish kerak. Pulni ko'rmadilar insonlar. Ustoz, yana ichsizda ichsiz bor-ku. Mashinamni pulti ishlamayapti. Bossam qulflanmayapti. Buni tushunarli. Mashinangizni miyasi ketgan, kompyuterni almashtirib olish kerak. Mashinada ham miya bo'ladimi? Menga qarang, ko'zingizni bitta ochmaymi? Ana, miyangiz buyruq beryaptimi? Shuning uchun bajaryapsiz. Buni ham miyasi ketgan. Tushunmagan narsaga aralashmang, boring. Bo'pti, tuzatib berasizlar. Meni mashinamni olganda tez magazinga chiqib, menga batareyka olib kelgan. O'zi batareykangizni almashtirsangiz bo'ldi. Pravam yo'q. Pravaga o'qiyotdingmi? Imtihondan o'ta olmayman. Imtihondan? Qayerga olib keldingiz mani ustozi? Men seni Avtotest Pro markaziga olib kelganman. Bitta xuddi senga o'xshab pravaga o'qib turib, imtihondan o'tolmayotgan bolalarni 100% imtihonga tayyorlab pravasini olib berishadi. Eng qizig'ichi, bitta narxi 500 ming so'mga. Shashoti qarang zo'rligini. Zo'r ekan, Xo'rozmlar kelib o'qiveraman. Ha, qo'ravoy. Ustoz, pul olganimizni bilib qolishdi. Sizni so'rashyapti. Nima? Bilib qolishdimi? Sho'rq etma. Gapirmaslikka haqqing bor. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Mashinamdan pul yo'q qolgan. Mana bir ish tekshiringlar. Mana pul. Ana, topildi. Ustoz, pulni shunday beraverasizmi? Men ichidan $1000 olib qo'yganman. Prosta iplassizda. Hammalar mahkamada gaplashamiz. Ustoz, $1000 dakanni ehtiyot qiling. Yur. Yaxshilab tarbiyalab qo'yinglar buni. Ustoz, men dakanni so'yaman-da, sizga dakan sho'rva qilib beraman. Dakan sho'rva emas, qoravoy. Qanaqa sho'rva? $1000 sho'rva.